Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Bizda toza loyiha, xudo xolasa aynan. Kimda masalan yosh vaqtda shunday talant bo'lgan o'zida vaqt o'tgan sari ko'psi endi ko'milib qoladi, ya'ni chiqarmaydi boshqa dunyo tashvishlari bilan. Yana biza shu talantni chiqargan, ustida ishlagan bolalar qatorida yana bir Javohir do'stimizni bu loyihamizga taklif etdik. Yosh vaqtidan shoir edi. Hozir shu o'zidan eshitamiz she'rlarini, tarixini, qanday bir ichida yashirin talant qaysi vaqt paydo bo'ldi, Alloh taolo bergan. Assalomu alaykum hammaga. Bu talant yosh vaqti boshlangan. Где-то 7-sinf, 8-sinf vaqtlari boshlangan. Yozib yurganman qiziqib, masalan, maktab vaqtlari ustozlarga bag'ishlab yozganman. To'yiz, shu ona haqida, ota haqida, shu yosh vaqtimda yozib asta yig'ilib, nima deydi? Kitob darajasini olib keldik. Hali ko'pchilikka chiqmagan bo'lsam, shu o'zlarimiz asta sekin tashlab qo'ymadik. Qisqasi, bundan talantni, Xudo bergan talantni payg'ambarimiz haqida yozganmiz. O'qib bersak. Yomonlik ko'paydi gunoh. Barcha razillikka yaratgan guvoh. Sunnatingizdan aslo bo'lmadik ogoh. Yuzingizga qanday qaraymiz evoh. Ummatingizdan ranjimang yo Rasululloh. Bir-birini so'kishdi, tuhmatlar qildi. O'g'illar otadan yuzlarini burdi. Jirkanch holimizga shayton ham kuldi. Yuzingizga qanday qaraymiz evoh. Ummatingizdan ranjimang yo Rasululloh. Zinoga botganda ko'rmadi ko'zlar, qo'rqmadi bu tillar, g'iybatli so'zlar. Sunnatga kelganda burishib yuzlar, yuzingizga qanday qaraymiz evoh. Ummatingizdan ranjimang yo Rasululloh. Yig'lasak bo'lardi balki kulmasdan, o'tib ham ketmaylik tavba qilmasdan. Ulgurmay qiyomat kelsa bilmasdan, yuzingizga qanday qaraymiz evoh. Ummatingizdan ranjimang yo Rasululloh. Ajoyib, tarbiyaviy, eslatuv she'ri bo'pti. Bizning yo'nalishimiz nima bo'yichadan shunday nima deb tushuntirsam ekan, seriozmi? Bunday narsa yo'q. Shariy bo'yicha iloj boricha. Unda lishniy gap so'z, bechkana gaplar yo'q. Yigitga kuch-quvvat etkaysa ato, qo'llarini ochib qilganda nido. Hayotidan ketsa kichkina xato, Allohim qaddini bukma yigitni. Hayotida soxta do'stlar topilsa, bir eshik ochilib biri yopilsa, bilmasdan toyilib yoki qoqilsa, Allohim qaddini bukma yigitni. O'zini tortganda har xil suhbatdan, boshi chiqmay qolsa nohaq tuhmatdan. O'zing forig' etgin bundayin darddan, Allohim qaddini bukma yigitni. Garchi ko'tarilsa undan halovat, otishsalar toshin har xil malomat. Yetti muchalini qilgin salomat, Allohim qaddini bukma yigitni. Yigitning qo'lidan ketsa mol davlat, taqdir deydi, unda ham bordir bir hikmat. Sen bilan bo'lgisi kelar ham suhbat, Allohim qaddini bukma yigitni. Hayot yigit boshiga nelar soladi, gohida g'amgin u yolg'iz qoladi. Sinov kelsa kulib kutib oladi, Allohim qaddini bukma yigitni. Shunday yo'nalishlarda. Ajoyib yo'nalish. Hali bunday she'rlarimiz ko'p, agar natamiz xolasa keyingi sonlarda, keyingi videolarda sizlarga yana o'qib berishni rejalashtirganmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.